Yevropaning eng qudratli davlatlari turmush darajasining oshib borayotganiga qarshi norozilik bildirish bilan band bo'lgan bir paytda Yevropadagi bir mamlakat asta-sekin eng yirik iqtisodiy kuchlardan biriga aylanib bormoqda. Bu mamlakat Drakula qal'asi va go'zal manzaralari bilan mashhur bo'lgan Ruminiyadir. Bu mamlakat transport vositalari, oziq-ovqat va poyabzal, hatto eng yirik neft va gaz zaxiralaridan biriga ega tabiiy resurslarning eng yirik eksportchilaridan biri bo'lib, Ruminiyani Yevropadagi eng energiya jihatidan mustaqil davlatlardan biriga aylantiradi. So'nggi 20 yil ichida mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 6 barobardan ortiq o'sib, 2023-yilda 340 milliard dollardan oshdi va u tezda jahon iqtisodiyotida dominant kuchga aylanib bormoqda. Ba'zilar hatto uni Sharq yo'lbarsi deb ham atashadi. Lekin Ruminiyaning siri nimada va mamlakatda aslida nima ishlab chiqariladi? Ruminiya iqtisodiyotida uning tarixini tushunmasdan yo'lni boshlash, romanni o'rtadan boshlashga o'xshaydi. Shuning uchun biz mamlakat tarixiga biroz nazar tashlashimiz kerak. 1967-yilda Nikolay Chaushesku Ruminiya prezidenti bo'ldi. Uning rahbarligi davrida Ruminiya diktatura, majburiy industriallashtirish va zararli iqtisodiy siyosatlar davrini boshdan kechirdi. Aholi ocharchilik va siyosiy qatag'onlardan aziyat chekdi. 1989-yil oxirida Chesku rejimidan xalq noroziligi keskin avj oldi. Mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlandi va 22-dekabrda Nikolay Chaushesku va uning rafiqasi qatl etildi. Shundan so'ng Ruminiya diktaturadan voz kechib, demokratiya va bozor iqtisodiyotiga o'tishning qiyin davrini boshdan kechirdi. Mamlakat 2004-yil NATO a'zosi bo'ldi va 2007-yil Yevropa ittifoqiga qo'shildi. Biroq islohot jarayoni davom etdi va korrupsiyaga qarshi kurash targ'ib qilindi. Mamlakat infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy o'sish va modernizatsiya qilishda ham sezilarli yutuqlarga erishdi. Ruminiya butun dunyo bo'ylab eksportchilar ro'yxatida 34-o'rinni egallaydi va eng ko'p eksport qilinadigan mahsulotlar avtomobillar va elektr jihozlari hisoblanadi. 2020-yilda eksportning umumiy qiymati 62 milliard dollardan oshdi. Ruminiyadan eng ko'p narsalarni import qiluvchi mamlakatlar Germaniya, Italiya, Fransiya, Vengriyadir. Avtomobilsozlik sanoati Ruminiyada eng rivojlangan bo'lib, 10 yildan ortiq vaqt davomida o'zgarmagan. Dacia va Ford brendlari uchun bir nechta avtomobil zavodlari mavjud. Bundan tashqari, Ruminiya yoqilg'i, benzin va dizel yoqilg'i eksportida yetakchi o'rinni egallaydi. Yiliga qariyb 3,5 milliard yevro. Ruminiyada ishlab chiqariladigan boshqa mahsulotlar, oziq-ovqat, tamaki, sharbatlar, poyabzal va boshqa ko'plab mahsulotlardir. So'nggi yillarda Ruminiya bir nechta mega loyihalarni qurishni boshladi. Ba'zilari hali ham ishlab chiqish bosqichida, boshqalari esa hatto yakunlangan. Dunay ustidagi ko'prikni eslatib o'tishimiz mumkin. Bu ko'prik mashhur ko'prikka o'xshashligi sababli Ruminiyaning oltin darvozasi deb ham ataladi. Osma ko'prikning umumiy uzunligi 1974 metr, markaziy ochilishi esa 1120 metr. Taqqoslash uchun San-Fransiskodagi mashhur Oltin Gate ko'prigining uzunligi bundan 4 metr qisqa va markaziy qismi 60 metr uzun. Ko'prik 2023-yil birinchi yarmida qurib bitkazildi va sinovdan o'tkazildi. Byurokratik muammolar tufayli bog'lovchi yo'llar bilan bog'liq bir nechta muammolar yuzaga keldi. Ammo ko'prik 2023-yil 6-iyulda transport harakati uchun ochildi. Ushbu ko'prikning umumiy qiymati 400 million dollardan oshdi. Ammo u qurib bitkazilgandan so'ng ko'prik butun Yevropadagi 3-chi eng katta osma ko'prikka aylandi. Bu ajoyib, to'g'rimi? Ruminiyaning Yevropa ittifoqidagi eng yirik gaz ishlab chiqaruvchisiga aylanishiga yordam beruvchi yana bir mega loyiha Neptune Deep hisoblanadi. Ruminiya hududidagi eng yirik tabiiy gaz loyihasi va Ruminiyadagi chuqur suvlardagi birinchi dengiz loyihasidir. Loyihani rivojlantirish uchun taxminan 4 milliard dollar investitsiya talab etiladi. Foydalanish jarayonida Neptune Deep umumiy hajmi taxminan 100 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berishi prognoz qilinmoqda. Shuningdek, Ruminiya Yevropa ittifoqidagi eng yirik gaz ishlab chiqaruvchisiga aylanadi. Platforma xavfsizlik va atrof muhitni muhofaza qilishning eng yuqori standartlariga muvofiq ishlaydigan holda o'z elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Birinchi ishlab chiqarish 2027-yilda kutilmoqda va taxminan 10 yil davomida yiliga taxminan 8 milliard kub metr gaz qazib oladi. Auch avtomagistrali Buxarestdan shimolga qarab, Karpat tog'laridan o'tib, Prova vodiysi orqali Transian platosidan o'tib, G'arbiy Karpatning shimoliy qismi orqali Vengriya bilan chegaradosh nuqtaga yetib boradi. Magistral Buxarest, Piesti, Brashov, Figarash, Sigisvara, Turgurumish, Tura, Kujnapoka, Zalo va Ardeya shaharlarini bo'laydi.
Qurilish umumiy qiymati texnik iqtisodiy asoslashga ko'ra taxminan 21 milliard dollarni tashkil etadi. Magistral 2027-yilga kelib qurib bitkazilishi va 600 kilometrdan ortiq qismi odamlar uchun mo'ljallangan bo'lishi kutilmoqda. Shuning uchun Ruminiya so'nggi yillarda juda ko'p yutuqlarga erishdi. Sizningcha bu davom etadimi va u Yevropaning yetakchi mamlakatlaridan biriga aylanadimi? Fikringizni izohlarda bildiring.